160 million so'm bilan aynan Yashil Dunyodan 3 xonalik uyli bo'ling. Ko'rib turganingizda qarshimizda Yashil Dunyo va Yashil Dunyoning qarama-qarshisida 9 qavatli uylar mavjud. Yangi qurilgan 9 qavatli uylarning 9-qavatida umumiy maydoni 73 kvadrat bo'lgan 3 xonalik uyimiz sotuvda. Hammamiz biladigan o'sha Yashil Dunyo kinoteatri va orqasidagi domlar. Hozir siz bilan birgalikda uyni obzorini ko'rib chiqamiz. Aytgancha bu uyimiz kreditli, 160 million berib kreditni davom ettirib ketishingiz mumkin. Bankda 268 million so'm qarzi bor. Shunda uy hozirgi paytda sizga 428 million so'mga tushadi. Umumiy narxini so'raydigan bo'lsangiz, umumiy narx 428 million aziz obunachilar. 3 xonalik uylardan, g'ishtlik uylardan bo'lyapti. Eng asosiysi lokatsiyasi juda zo'r joyda aziz obunachilar, Yashil Dunyoda bo'lyapti. Hozir mehmonxonasi bilan ko'rdingiz. Mehmonxonadan chiqishingiz bilan o'ng qo'limizda spanna xonasi va chap qo'limizda dushovoy. Eng asosiysi dush bilan hojatxona отдельно, gaz, suv, svet kanalizasi aslo muammo yo'q. 9-qavat bo'lishiga qaramay liftlarda aslo muammo yo'q. Hammasi joy-joyida ishlaydi. O'ng qo'limizda esa bizda hojatxonasi, yarmigacha kafillangan bu ham ko'rib turganingizdek. Juda yaxshi variantlardan bo'lyapti aziz obunachilar. 160 million so'm berib bemalol kreditni davom ettirib ketishingiz mumkin. Hujjatlariga keladigan bo'lsa, hujjatlari через notarius bo'ladi. Aslo muammosi yo'q. Oylik grafiklari hozirgi paytda 3 million 400 dan chiqyapti. Keyinchalik ozroq ko'tariladi aziz obunachilar. Bunaqa variantlarimiz kamdan kam chiqadi. Yaqin atrofda bunaqa variant chiqarganimizda ko'rib turganingizdek, hozir balkonda turibmiz. Shu 9 qavatli uylarni atmosferasini tomosha qilishingiz mumkin. Oshxonasi ko'hna mebellar qilingan. Uyimizda o'sha quruvchi qanday topshirgan bo'lsa, xuddi shu holatda turibdi. Konditsioner bor bitta. Oshxonadan chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda bitta yana bitta xonasi, detskiy xona desak ham bo'ladi va to'g'rimizda qo'shimcha siz uchun aynan kladovkasi mavjud aziz obunachilar. To'g'rimizda o'sha aytib o'tganimizdek detskiy xona. Tezda shoshilamiz aziz obunachilar. 160 million berib bemalol 3 xonalik uyli sohib bo'lishingiz mumkin. Kvartirantni o'zi ham bemalol qoplaydi. Bog'lanish uchun nomer 99 kodi bilan 716 5378 WhatsApp, Telegram, imo barchasi ishlaydi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.